Hozir eksperiment qilamiz. Qani rostdan ham suvda ishlaydimi? Вот, olib keldik. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Yandex Marketdan zakaz qilgandik telefon. Hozir shuni hamma joy yopiq. Hozir ochamiz. Bismillah. Hadi. Упаковка. İçiga hech narsa yo'q. Hadi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana Samsung A55 5G. Tak, hozir ochamiz. Вот так. Bismillah. Telefon. Mana hech narsa bo'lmagan, top-toza korpus alyumindan ixcham qo'lga yaxshi. Samsung A55 qisqacha bunga obzor qiladigan bo'lsak, korpusi metal alyuminiy, qo'lga ixcham yaxshi. Suvda 1 metr chuqurlikda yarim soat turadigan telefon. Suvga ham bemalol rasmga olishingiz mumkin. Rasmlar olishi tiniq, yaxshi. Tashqarisi 50 megapiksel, oldingi kamerasi 12 megapiksel. 12 ga 256 объем. Komplektida buni faqat USB'si bor, kabeli bor, boshqa hech narsa yo'q. Zaryadchi qiladigan ham buni ustiga qo'yadigan hech narsasi yo'q. Qo'shimcha hech narsa yo'q, qo'ymagan, bitta kabeldan boshqa. Bemalol. Suvda ta'sir qilmadi, mana eksperiment o'tdi. Hech narsa qilmadi. Bemalol suvda chidamliligi bor.